qanday chiqasan endi? Sana pastga tushganda bitta zo'r narsa o'yladim. To'xta, tushaman-ku. Endi nima qilamiz? Endi sen meni ko'tarib tepaga chiqarasan. Nima? Ko'tar. Ya, qayerda ushlayapsan? Oyoqdan usha. Oyoqdan ushlaman. Ko'tar. Endi nima qanday chiqaman? Endi men ham pastga tushaman-da, seni ko'taraman. Ha, sani kallang ishlaydi. Miyangni qattiq sanaladi. Bo'ldimi, tayyormi? Tayyoram aka. Qanday ishlataman buni? Mana qarang. O'tirdiz, to'g'rimi? Knopkani shunday bosasiz, kimdir suv olib keladi. Rayhon nimaga ekilgan? Rayhon, asvijitel. Xonada har xil hidlar bo'lishi mumkin, to'g'rimi? Kollejimda ish qalaysizda, hid bartaraf bo'ladi. U ham mayli, nimaga oq plonka o'rab qo'ydinglar bunga, ha? Men aytdim-ku, neoklassik usul dedim-ku. Qarang, men aytib o'tiribman, siz bitta qaranglar. Ha, Ko'rinyapmanmi? ha, ko'rinyapsan. Demak, siz tualetda odam bor deysizda, kelmaysiz bu yoqqa. Aha, no klassika. Yaxshi, obed qilaylik-a? Demak, tayyor. Ketdik. Sizga yoqdimi? Zo'r.